bahor bo'lishiga qaramay kunni sovib ketganini ko'ryapsizmi aka? Siz hali ham uyingizni izolyatsiya qilmagan bo'lsangiz, eng katta ehtimol bilan sovib o'tirgan bo'lsangiz kerak. Aka, siz uyingizni birinchi navbatda to'g'ri izolyatsiya qilishingiz kerakligini bilamiz. O'zi uyingizni radiator bilan isitganmisiz, to'pli pol bilan isitganmisiz? O'zi qaysi biri to'g'ri? Kommentariyada fikringizni qoldirdingda, agar siz uyingizni to'pli pol bilan isitadigan bo'lsangiz aka, sizga mana bunaqa matni ishlab chiqarayotganimizdan xabaringiz bormidi? Bu matn afzalligi shundan iboratki, to'g'ridan-to'g'ri pol ustiga qo'yiladi yoki xuddi undan qilib turib, keyin shlankani shundoq aylantirib yuborasiz, aka, ustiga shunday ishlash qilsangiz ishingiz bitib turibdi-ku. Aka, siz qolgan izolyatsiyaga qaraganda ustiga setka tashlab, skoba qilib o'tirmaysiz, aka. Narxiga ham yutasiz. Eng asosiysi vaqtiga ham yutasiz, aka. Bu narsani borku, taxminan 60 kvadrat hisobda oladigan bo'lsak, ana kun ustaga bilan gaplashgan 3 kunda qiladigan narsani 5 soatda bitkazib yubordim Abbos do'stlar. Xullas aka, foydalanib qoladigan joy. Mana shunaqa matlar kerak bo'lsa, mana pastda raqamlar qoldirganman, telefon qilasiz. Agar shunga o'xshash foydali ma'lumotlar qidirayotgan bo'lsangiz, qurilishda universal dekor profiliga o'tsangiz, sizga shunaqa ma'lumotlarni yetkazib turibmiz-ku aka. Bizdan kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.